Kelinglar tashqi ko'rinishini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Birinchi o'rinda buni chexoliga e'tibor beradigan bo'lsak, silikon hamda rezinadan tashkil topgan, juda ham tashqi kuchlarga bardoshli, farzandingizni qo'lidan tushib ketadigan bo'lsa ham planshetga umuman zarar yetmaydigan qilib bizga qo'shib berilgan hamda orqa qismidagi mana bu ruchkaga e'tibor bering. Buni bemalol qimirlatib qo'yib, xohlasangiz podstavka hisobiga, xohlasangiz ko'tarib yurish hisobiga buni ishlatib yursangiz bo'ladi. Hamda mana bu yerda o'zini maxsus stilusi joylashtirilgan, farzandingiz chizib o'ynashi uchun. Juda ham qulay, juda ham zo'r. Qo'shimchasiga ranglar kombinatsiyasi ham yosh bolalarga juda ham mosligini bildirib turadi. Xo'sh, planshetda o'zini mana ko'rinishi, ko'rib turadigan bo'lsangiz, juda ham chiroyli qilib taqdim etilgan. Mana bu yerda 4 ta karnay joylashtirilgan, ularning ovozi ham juda ham baland hamda juda ham yoqimli. Agarda o'zingiz ishlatadigan bo'lsangiz, planshetni mana shunday holatda ishlatsangiz bo'ladi. Qo'lga juda ham qulay, yengilgina mazza qilib ishlatishingiz mumkin. Agarda farzandingizga beradigan bo'lsangiz, albatta mana shu maxsus chexoliga solib berishingiz maslahat beriladi.